Nos surasi Makka da nozil qilingan 6 oyatdan iborat. Nos odamlar degani. Bu surada insonlar va jinlarning yovuzlari, ya'ni shaytonlaridan omonda bo'lish uchun Allohdan panoh so'rash ta'lim beriladi. 6 oyatdan ma'lum bo'lishicha, jinlarning shaytoni bo'lganidek, odamlarning ham shaytoni bo'lar ekan. Har ikki toifaning ishi ham odamlarni vasvasa qilib, yo'ldan ozdirishdir. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, ayting, panoh tilab, iltijo qilurman odamlar parvardigoriga, odamlar podshohiga, odamlar ilohiga. Inson Allohni eslaganda, chekinib eslamaganda, vasvasa qiluvchi shayton yovuzligidanki, u odamlarning dillariga vasvasa solur. O'zi jinlar va odamlar jinsidan.